Assalomu alaykum. Kunning muhim voqea va tafsilotlari bilan studiyada Maftuna Hojiboyeva. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQShga amaliy tashrifi davomida ushbu mamlakatda mehnat va istiqomat qilayotgan o'zbekistonliklar, shuningdek AQShning nufuzli universitetlarida tahsil olayotgan El-yurt umidi jamg'armasi stipendiatlari bilan uchrashdi. Norasmiy muhitda o'tgan samimiy suhbat davomida yangi O'zbekistondagi islohotlarni amalga oshirish bilan bog'liq masalalar, xususan ularni faol ilgari surishda o'zbekistonliklar va ularni birlashtiruvchi tashkilotlarning ishtiroki muhokama qilingan. Uchrashuvda muvaffaqiyatli tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan fuqaro va yoshlar o'rtasida muloqot maydoni yaratishga qaratilgan vatandoshlarning xalqaro biznes marafoniga start berilgan. Ishtirokchilar O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, ilmiy va ta'lim aloqalarini kengaytirish va mustahkamlash, milliy iqtisodiyotning ustuvor sohalariga AQShning ilg'or texnologiyalarini joriy etish, tibbiyot, transport va logistika sohalarida innovatsiyalarni ilgari surish, mamlakatda marketplace'larni rivojlantirish bo'yicha o'z takliflarini bildirgan. O'zbekiston prezidenti AQShda El-yurt umidi stipendiatlari soni 500 nafardan oshganiga alohida e'tibor qaratgan. Iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning bilim va tajribasini mamlakatda qo'llash uchun imkoniyatlar yaratish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligini ta'kidlagan. O'z navbatida uchrashuv ishtirokchilari O'zbekiston yetakchisiga xorijdagi vatandoshlar va yoshlarga ko'rsatilayotgan e'tibor, ularning salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlar uchun minnatdorlik bildirib, O'zbekiston ravnaqiga yanada ko'proq hissa qo'shishga tayyorligini bildirgan. O'zbekistonning birinchi xonimi Zamin fondi vasiylik kengashi raisi Ziroat Mirziyoyeva Nyu-York shahridagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi doirasida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Dr. Tedros Ghebreyesus bilan uchrashuv o'tkazdi. Ziroat Mirziyoyeva Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbariga tashkilotning dunyoda tibbiyot va sog'liqni saqlashni rivojlantirishga qo'shayotgan ulkan hissasi O'zbekiston bolalari saratonga qarshi dori vositalaridan bahramand bo'lishini ta'minlash bo'yicha global platforma qo'llab-quvvatlagani va kengaytirgani uchun minnatdorlik bildirdi. Tomonlar hamkorlikni yanada faollashtirishga, xususan bolalar saratonini erta aniqlash, diagnostika va davolashning zamonaviy usullarini joriy etish, onkologiya va gematologiya sohasida mutaxassislarni tayyorlash va qayta tayyorlash, shuningdek bolalar va ularning oilalariga reabilitatsiya va ruhiy ijtimoiy yordam ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirishga tayyor ekanligini ta'kidladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari O'zbekistonning sog'liqni saqlash sohasidagi ishlarga hamda muhim ijtimoiy va ekologik loyihalarni amalga oshirayotgan Zamin fondi faoliyatini yuqori baholadi. 24-sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Nyu-York shahriga tashrifi yakunlandi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Davlat rahbari AQShga tashrifi chog'ida bosh assambleyaning umumsiyosiy munozaralarida so'zga chiqib, Birlashgan Millatlar Tashkilotining eng dolzarb global muammolarini hal etish uchun siyosiy platforma sifatidagi o'rniga, shuningdek, yangi O'zbekistonda amalga oshirayotgan ortga qaytmas islohotlarga alohida to'xtalib o'tgan. O'zbekiston yetakchisi xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik eng dolzarb masalalarni hal etish, tinchlik va barqaror taraqqiyotni ta'minlashga qaratilgan qator taklif va tashabbuslarni ilgari surgan. O'zbekiston rahbarining AQSh prezidenti Donald Tramp bilan uchrashuvi tashrifning asosiy voqeasi bo'ldi. Davlat rahbarlari O'zbekiston-AQSh strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirish va amaliy hamkorlikni kengaytirishga kelishib olishdi. O'zbekiston yetakchisi AQSh ishbilarmonlari bilan davra suhbati, shuningdek qator yetakchi transmilliy kompaniyalar, korporatsiyalar, investitsiya fondlari va moliyaviy institutlar va boshqa ko'plab kompaniyalar rahbarlari bilan muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuv va muzokaralar natijasida o'rta muddatli loyihalar dasturi shakllantirilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti va AQSh prezidentining maxsus vakili Sergio Gor huzurida muhim materiallar, fuqaro aviatsiyasi, kimyo sanoati, energetika va boshqa ustuvor sohalarda imzolangan ikki tomonlama savdo shartnomalari va investitsiya bitimlarini almashish marosimi bo'lib o'tgan. Tashrif tadbirlari yakunlangach, prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahriga jo'nab ketgan. Maktablardagi kamida B2 darajadagi sertifikatga ega bo'lmagan xorijiy til o'qituvchilariga joriy yilning yakuniga qadar o'z mehnat faoliyatini davom ettirishga ruxsat berildi. Bu haqda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining joriy yilning 15-sentyabr kuni qabul qilingan xorijiy til o'qituvchilarining belgilangan talab darajasidagi sertifikatga ega bo'lishlariga doir zaruriy chora-tadbirlar to'g'risidagi buyrug'ida belgilangan. Unga ko'ra, umumiy o'rta ta'lim maktablarida faoliyat olib borayotgan barcha xorijiy til o'qituvchilari kamida B2
B2 darajadagi milliy yoki unga tenglashtirilgan mos darajadagi xalqaro sertifikatga ega bo'lishi lozimligi talabini saqlab qolgan holda istisno tariqasida amalda faoliyat olib borayotgan va talab darajasidagi sertifikatga ega bo'lmagan pedagoglarga 2025-yilning yakuniga qadar o'z mehnat faoliyatlarini davom ettirishga ruxsat berildi. Shu bilan birga vazirning ushbu buyrug'i bilan talab darajasidagi sertifikatlarga ega o'qituvchilar sertifikatlarning amal qilish muddati o'quv yili davomida tugaydigan bo'lsa, bu toifadagi o'qituvchilarga o'quv yili so'ngiga qadar ishlash imkoniyati beriladi. Shuningdek, joriy o'quv yilida umumiy o'rta ta'lim maktablarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vakant lavozimlarga oliy ta'lim muassasalarida xorijiy tillar o'qituvchisi mutaxassisligi bo'yicha tahsil olayotgan hamda talab darajasidagi sertifikatga ega 3-4 kurs talabalari orasidan kadrlar zaxirasi shakllantiriladi. Bundan tashqari, joriy yilning 1-dekabriga qadar vakolatli tashkilotlar tomonidan o'tkaziladigan chet tili bo'yicha milliy hamda xalqaro sertifikat imtihonlariga tayyorgarlik jarayonida tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limlari tomonidan malakali mutaxassislarni jalb qilgan holda talab darajasidagi sertifikatga ega bo'lmagan xorijiy til o'qituvchilari uchun qo'shimcha o'quv mashg'ulotlari tashkil etiladi. Namangan viloyatida umumiy qiymati 15 milliard so'mlik sifat kafolatlanmagan dori vositalarining savdoga chiqarilishi oldi olindi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, viloyatning Kosonsoy tumanida istiqomat qiluvchi 1986-yilda tug'ilgan shaxs davlat reyestridan o'tmagan, muvofiqlik sertifikatlari rasmiylashtirilmagan, Hindistonda ishlab chiqarilgan 2100 dona qutidagi Ferromet nomli dori vositasini shartli xaridorga 168 million so'mga sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib, uning yashash xonadonida ham 4296 qutidagi Ferromet dori vositasi olingan. Baholash hisobotiga ko'ra, jami 6396 qutidagi dori vositalarining umumiy qiymati 1 milliard 223 million so'mni tashkil etgan. Hozirda ushbu shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 186-3-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Qolaversa, Namangan shahrida qayd etilgan holatda dori vositalarining ulgurji savdosi bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyat ombor mudiri va uning 2 nafar tanishiga qarashli 3 ta noturar bino ko'zdan kechirilgan. Ushbu holatda ham tegishli hujjatlari bo'lmagan, taxminiy qiymati 12,8 milliard so'mdan ortiq 2307 turdagi jami 195323 dona kontrafakt dori vositalari mavjudligi aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olingan. Hozirda ushbu dori vositalariga nisbatan sudga oid kimyoviy tovarshunoslik ekspertizalari tayinlangan. Holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv holatlari olib borilmoqda. Boshqa holatda esa Namangan shahri va Uych tumanidagi 2 ta yashirin ombordan xorijda ishlab chiqarilgan, taxminiy qiymati 1,2 milliard so'mlik 128 turdagi jami 45641 dona dori vositalari protsessual tartibda rasmiylashtirib olingan. Hozirda ushbu dori vositalari ekspertizaga yuborilib, tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Xitoylik olimlar Oy tuprog'idan qurilish g'ishtlarini ishlab chiqish uchun mo'ljallangan dunyodagi birinchi mashina prototipini ishlab chiqdi. U Hefey shahrida bo'lib o'tgan Butunjahon ishlab chiqarish sanoat konferensiyasida taqdim etilgan. Qayd etilishicha, qurilma quyosh energiyasidan quvvat oladi. Maxsus parabolik reflektor quyosh nurlarini to'playdi. Ular optik tolali kabel orqali erish nuqtasiga uzatiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu tizim Celsiy bo'yicha 1000 darajadan yuqori haroratgacha qiziydi va quyosh nurini 3000 marta kuchliroq fokuslaydi. Bu Oy sirtini qoplaydigan regolitni bo'shashgan toshni eritib, uni kuchli g'ishtlarga aylantirish uchun yetarli. To'g'ridan-to'g'ri Oyda qurilish materiallarini ishlab chiqish sun'iy yo'ldoshda barqaror infratuzilmani yaratishning kaliti hisoblanadi. Bunday yondashuv yo'llar, maydonchalar va stansiya komponentlarini qurish, yerdan yuk tashish xarajatlarini minimallashtirish imkonini beradi. Dizaynni yakunlashdan oldin muhandislar qurilmaning haqiqiy Oy sharoitida ishonchli ishlashini ta'minlash uchun turli xil sun'iy Oy tuproq kompozitsiyalaridan foydalangan holda keng qamrovli sinovlar o'tkazdi, deyiladi xabarda. Nashrning yozishicha, taqdim etilgan prototip Xitoyning Xalqaro Oy tadqiqot stansiyasini qurish dasturining bir qismi hisoblanadi. Xitoy tashabbusi bilan amalga oshirilgan ushbu loyiha 2035-yilgacha Oyning janubiy qutbi yaqinida suv va muz zaxiralari aniqlangan baza majmuasini qurishni nazarda tutadi. Ikkinchi kengaytirilgan qurilish bosqichi 2040-yillarda amalga oshirilishi
rejalashtirilgan. Oydagi g'isht zavodi kabi avtonom qurilish texnologiyalarini ishlab chiqish Oyni tadqiq qilish bo'yicha uzoq muddatli rejalarni amalga oshirish uchun juda muhim. Rejaga ko'ra, birinchi navbatda Oyda baza majmuasini qurish 2030-yilgacha yakunlanishi kutilmoqda. Keyinroq 2040-yillarda stansiya kengaytiriladi. Turkmaniston hukumati ish haqi, pensiyalar, davlat nafaqalari va stipendiyalar miqdorini har yili oshirishdan voz kechishi kerak. Bu haqda Xalq maslahati oqsoqollar kengashi a'zosi faxriy oqsoqol Yazmurod Atamurodov ma'lum qildi. U Gurbanguli Berdimuhammedov raisligida bo'lib o'tgan yig'ilishda tegishli taklifni ilgari surdi. Atamurodov Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhammedovga ham murojaat qildi. U mamlakat rahbariyatining siyosatini maqtab, baxtli xalqimizning turmush darajasi barqaror o'sib bormoqda deb ta'kidladi. U aholining ijtimoiy-maishiy sharoitlari yuqori darajaga yetganini aytib, to'lovlar o'sishini to'xtatishni taklif qildi. Atamurodov odamlar uchun yaratilgan bunday imtiyozlar dunyoning hech bir mamlakatida yo'qligini qayd etdi. Oqsoqol Gurbanguli Berdimuhammedovdan o'z tashabbusini qo'llab-quvvatlashini, tejalgan mablag'larni mamlakat taraqqiyoti va boshqa muhim vazifalarga yo'naltirishini samimiyat bilan so'ragan. Berdimuhammedov esa o'z navbatida Atamurodovga nutqi va tavsiyalari uchun minnatdorlik bildirgan. Turkmennews xabariga ko'ra, oqsoqolning taklifi turkman ijtimoiy tarmoqlarida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan. Ko'pchilik izoh yozganlar oqsoqolning samimiyligiga shubha bildirib, daromadlar va tirikchilik qiyinchiliklaridan shikoyat qilgan. Turkmanistonda eng kam pensiya hozirda 550 manat, nafaqa esa 520 manat miqdorida ekani ta'kidlanmoqda. 24-sentyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Suriyaning o'tish davri rahbari Ahmad Ash-Shara bilan uchrashib, diplomatik aloqalarni tiklash bo'yicha qo'shma kommunike imzoladi. Bu haqda Zelenskiy o'zining Telegram sahifasida yozib qoldirdi. Biz bu muhim qadamlardan mamnunmiz va Suriya xalqini barqarorlik yo'lida qo'llab-quvvatlashga tayyormiz, deya yozgan Zelenskiy. Ukraina rahbari Ahmad Ash-Shara bilan bo'lib o'tgan muzokaralarda hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari, ikki davlat xavfsizligiga tahdidlar hamda ularga qarshi kurashish masalalarini muhokama qilgan. Ma'lumot uchun, Suriyaning sobiq prezidenti Bashar Asad 2010-yilning 2-3 dekabr kunlari Ukrainaga tashrif buyurgan edi. Ukraina va Suriya o'rtasidagi munosabatlar 2014-yilda muzlatilgan edi. O'sha yili Rossiya Qrim va Donbassda harakatlarni boshlaganida Suriya vakillari Birlashgan Millatlar Tashkilotida Ukraina hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlovchi rezolyutsiyaga qarshi ovoz bergan va shu bilan Rossiyaning ittifoqchisi sifatida o'z mavqeini mustahkamlagan. 2016-yilda xavfsizlik vaziyati sabab Ukraina elchixonasi Suriyadan Livanga ko'chirildi. Biroq Suriyaning Ukrainadagi elchixonasi 2018-yilgacha faoliyat ko'rsatgan. Diplomatik aloqalar esa 2022-yilda Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishi ortidan uzildi, chunki Asad rejimi Rossiyani qo'llab-quvvatlagan edi. Hindistonning Kalkutta shahrida so'nggi 40 yildagi eng kuchli yog'ingarchilik kuzatilmoqda. Ushbu tabiiy ofat oqibatida 10 kishi halok bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, qurbonlarning 9 nafari elektr toki urishidan vafot etgan. Shahar ko'chalarini suv bosib, elektr ta'minoti uzilib qolgan, poyezdlar harakati to'xtatilgan. Kuchli yog'ingarchilik aynan Durga Puja bayrami arafasida sodir bo'lmoqda. Kalkutta bu bayram vaqtida minglab chiroqlar bilan yoritiladi, ko'plab vaqtinchalik ibodatxona va haykallar o'rnatiladi. Ushbu an'ana UNESCOning nomoddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan. Mahalliy ob-havo xizmatiga ko'ra 22-23-sentyabr kunlari shaharda 251,4 mm yog'in kuzatilgan. Mutaxassislar yomg'ir sababini Andaman dengizidagi past bosimli hudud bilan izohlamoqda. To'fon oqibatida 90 ta reys bekor qilingan. Ko'plab maktab va kollejlar esa 26-sentyabrgacha yopilgan. Ayrim joylarda odamlar ko'kragigacha suvga botgani kuzatilmoqda. Kalkutta rasmiy vakili Mamata Banerjee halok bo'lganlarning oila a'zolariga 500 ming rupiy tovon puli va ish taklif qilishini aytgan. Shahar hozirda suvni bartaraf etish, elektr ta'minotini tiklash bilan band. Bayram arafasida yuz bergan bu tabiiy ofat shaharning kundalik hayotini to'liq izdan chiqarib yuborgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining nutqida mamlakat 2-3 ming kilometr masofaga uchuvchi dronlarni sotishga tayyorligini aytdi. Ukrainada diktatorlar paradda maqtanadigan katta raketalar yo'q, ammo bizda 2-3 ming kilometr masofani bosib o'ta oladigan dronlar bor. Bu kuchli tizimlar bo'lib, ular xalqaro institutlar muvaffaqiyatsizlikka uchragan real sharoitlarda, janglarda sinovdan o'tgan. Biz allaqachon samaradorligini isbotlagan qurollarni boshqalar bilan
bilan bo'lishga tayyormiz, dedi u. Zelenskiy harbiy sohada sun'iy intellektni tartibga solish masalasini ham ko'tardi. U hozirda sun'iy intellekt ishtirokidagi eng vayronkor qurollanish poygasi boshlanayotganidan ogohlantirdi. Siyosatchi qurol yaratishda sun'iy intellektdan foydalanishga oid global qoidalar ishlab chiqishga chaqirdi. Prezident yaqin kelajakda inson aralashuvisiz mustaqil hujum qiladigan dronlar paydo bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi va bu tahdidni yadro qurolining tarqalish xavfi bilan taqqosladi. Zelenskiy Ukrainada xavfsizlik xizmati o'tkazgan o'rgimchak to'ri operatsiyasini ham tilga oldi. Unda o'nlab arzon dronlar Rossiyaning uzoq masofali strategik bombardimonchi samolyotlarini ishdan chiqargan yoki shikastlagan. O'sha bombardimonchilar bizning shaharimizni nishonga olgan edi. Agar Putin bu keng ko'lamli tajovuzni boshlamaganida bularning hech biri sodir bo'lmas edi, dedi Zelenskiy. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.